O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Buxorodagi xususiy bog'chada 1,5 yoshli bola tok urish oqibatida vafot etdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 28-mart kuni Buxoro tumanidagi Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 2023-yilda tug'ilgan bola tok urgan. Holat bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. 28-mart kuni Buxoro tumanida joylashgan Xolboyeva O'lmas Uzoq qizi oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 1,5 yoshli bolani tok urgan. Bola vafot etgan. Bu haqda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi ma'lum qildi. O'rganishlarga ko'ra, vafot etgan bola 2023-yilda tug'ilgan tarbiyalanuvchi bo'lgan. Boshqarma xabarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bolaning o'lim sabablari yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Shuningdek, rasmiy xabarda holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.